Bo'lib to'lashga ham sotib olsangiz bo'ladigan chiroyli hovlimizga tashrif buyurdik. Videoni oxirigacha ko'ring. 3 ta sanuzelli, 3 sotiqli, 5 xonali chiroyli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Asosiy darvozadan tashqari yana bitta qo'shimcha eshigi bor, chunki bu yoqda podvalda ishlab chiqarish sexi mavjud. U yoqdan ishchilar kirib chiqishi qulay bo'lishi uchun. Uy sotib olasiz hamda bonusiga tayyor yurib turgan biznesni qo'lga kiritasiz. Atrofida masjid, bog'cha, maktab, magazinlar 2 qadam. To'rdagi asosiy oynali eshikdan hozir kirib, ichkaridan ko'rib chiqamiz. Kiraverish koridordan chapga yurganimizda bitta yotoqxona, o'ng qo'limizga yurganimizda yana bitta yotoqxona bizani kutib oladi. Uylarimiz issiqqina, planirovkasi qulay. Remontlari chiroyli, akkuratni holatda. To'g'rimizda bizani hol kutib oladi, o'ng qo'limizda esa zal. Videoga yurechani bosib bizga ham nasib qilsin so'zini yozib qoldiring. Keyingi oy shu oy shu kunlarda shunaqa ulug' ayyomlarda shunaqa kattagina zallarda chiroyli iftorliklar o'tkazish hammamizga nasib qilsin. Keyingi xonamiz yana bitta yotoqxona hamda bu yoqda yana qo'shimcha xonamiz mavjud. Uy ichida gilam, parda, konditsioner, jaluzi, ayrim narsalar qoladi. Oshxonamiz shunaqa keng va shinam, qulay, bolajonlar o'ynab yurishiga joy bemalol. Shoshiling, sotilib ketmasdan oldin ulguring. Eniga 13,5, uzunasiga 22,5 metr tashkil etuvchi xonadonimiz qulay lokatsiyada joylashgan. Yo'l yuzdan uy olib har qanaqa biznes boshlasangiz gullab ketishi aniq. Uy egalaridan duo olgan holda yaxshi niyatlar bilan ish boshladik. Yaxshi pochtada, misol yaxshi insonlarga bu uylarni nasib qilsin. Allohumma rabbana anjilina min dunya va anta hayyul Alloh akbar. Biroyga qo'mi baraka bo'lsin ilohim.